Va men uyimdaman va bu qayerdan kelib qoldi? Men yangi tug'ilgan qishloqchaman-da xullas. Bor yoqali. Nima? Sen yangi tug'ilgan qishlog'imi? Hello do'stlar, assalomu alaykum. Men Jakem Kaba. Bugungi videoda biz kirib turibmiz va videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Va sen yo'qol anaqa, chiq yo'qol, uzoqqa bor. Yo'qol dedim. Bo'ldi, bor yo'qol. Bo'ldi, bor yo'qol. Sen yo'qib yorishim kerak edi, lekin bu bola sizdan emasmi biratan? Ya'ni holat mendan emas. Uyingdagilarni yo'qotib qo'ydingmi? Ha, yo'qotib qo'ydim. Sen oldinga keldim shuning uchun. Buni yo'qib ham bo'lmasa kerak. Buni yoqish oldiga olib borsa yo'qib bo'lar edi, lekin bu yoshligidan yoqib bor nima kerak? Mayli, nima ishim bor? Yuradi-da endi. Men polizekinlarni yig'ishtiray desam, bu yerda yo'q ekan. Menga ajratilgan yerlarni kim oldi? Tushunish qiyin endi. Mayli endi, mana shu yernikini olaman. Mana shu yerniki pishib turgan ekan o'zi. Mer olsin, undan ko'ra men o'zimni yangi yerimdan keyin olay. Merga o'zim javob aytaman. Menga kerak bo'ladi. Hozir o'zi shular kerak bo'layotganda ehtiyoj juda baland. Mayli endi, olish kerak. Menga hozircha bu juda katta ehtiyojli edi va mana shu yerdan hujumga o'taman. Markazdan hujumga o'tishim kerak va juda ham kamgina qoldi. Mayli endi, olishim kerak bo'ldi. Merdan o'zi ruxsat olishim ham shart emas. O'zi meni yerim desa ham bo'laveradi. Men ko'chib keldimmi bo'ldi. Menga ish buyuradimi bo'ldi. Xullas, mana anchaginasini yig'ishtirib oldim. Mayli endi, ekib qo'yish kerak. Uni ekish umuman yoqmaydi. Endi qilmasam ham bo'lmaydi. Qishloqlardan gap eshitib nima qilaman? Chunki menga gapira olmaydi. Gapirgan paytida yondirib yuboraman va shunchalar ham achchig'imni chiqarsa va ekib ham bo'ldim. Bir martang poliz ekinlarni men olmasam kim oladi? Yaxshi, ajoyib qolgan o'ziga borsa, menga nima kerak? Men har doim egib o'tiraman, ammo ekmasam bo'lmaydi desam kartoshka olib ketgan ekan-ku. Endi ketishim kerak. Sherdan sakrab o'tib ketmasam bo'lmaydi va bu qishloqi parvona bo'lib qarab turibdi. Nima gap? Menga shu kerak edi. Bo'ldi endi, yoqib yormoqchi bo'ldim, nima yonmayapti? Bu manda. Yondirib yuboraman, bir ushlasam. Bo'ldi, qani. Yo'qoldim. Endi mana himoyachi bratanlari kelmasa yaxshi bo'ladi. Va shu yerdan yurmagan bo'lsa kerak supermarketda. Men hozir polizekinlarni olib kelaman. Hozir joy yo'qmi deyman-da. Bu yerda joy bor edi, lekin hozir yo'q. Marakay, mana shu yondirib yuborish kerakmi? Mana yondirib yuboramiz. Mana yo'qmanglar, iltimos, yordam beringlar. Mana onangmi? Yo, bu boshqa kishi-ku, adashtirdingiz. Vatta shunga tenganimcha shuncha qilishdimi? Qayerdan kelgan bo'lishi mumkin? Tushunib bo'lmayapti. Bu yo'q-ku, mashinalar ham politsiyaning mashinasimi? Kim o'ldirdi? Tushunish qiyin. Mayli endi, o'ldimi? Men o'ldirdim-madimmi? Bo'ldi. Nima? Kim o'ldirdi mana buni? Bilmayman, men qayerdan bilay? Men o'zim ham hayron qolib qoldim. Hayron qolib ham bo'ladimi? Vattay. Mana nima bo'lyapti qishloqda? Bitta qishloqqa politsiyachi o'libdi. Tushunish qiyin. Qara, nima bo'lyapti qishloqda? Politsiyachi o'libdi. Mayli, buni qo'yib qo'yayin. Qishloqlarni ko'ziga yomon ko'rinyapman. Hammasini qo'yib qo'yay. Bitta ham narsa kerak emas. Hozircha menga nima yig'ilib olishyapsanlar? O'zimiz sanlarni yo'qib yormasam bo'lmas ekan, shu kerak bo'ladimi deyman-da. Bo'ldi, raqib qil, bo'ldi, uzr, bo'ldi. Iltimos, o'ldirmagin. Sanlarni o'ldirmasam bo'lmaydi. Hammasi g'iybatga o'tib ketishdi. 1 minutga uyga kirganimga shu ahvolmi? Tushunish qiyin. Mayli, merning oldiga borayinchi. Merni o'zi tushuntirib beradi menga. Va merning uyi ham juda ham uzoqligi juda yomon-da. Vattak mer yaxshimisiz? Bo'ladi. Bitta politsiyachi ko'rmadingmi? Rahbarni? Yo'q, ko'rganim yo'q. Hozir izlab kelaman. Bir qidirib ko'rayinchi qayerga ketdi endi. Shu politsiyachi ham o'zi joyida turmaydi. Men endi tursa bo'lmasmikan? Menimcha voqea joyini ko'rishga ketganmikan? Menimcha shunday deb o'ylayman. Menimcha shunday. Chunki voqea joyini ko'rishga ketgan bo'lsa kerak. Xullas tilim sevib ham chiqib ketyapti.
Vata shu kirishga orzu qildi, lekin kira olmadi. Nima meni yondiraveradi? Shu nima? Vata yonmaydimi bu? Titanikmi nima uncha? Vata nima yonmaysan? Nima o'lgin kelmayaptimi? Shu bir yondirib yuborishim shunchalar qiyin bo'ldimi sani? Bir behra qo'yib senga bir gapim bor. Mana bo'ldi. Endi yonib yotaver. O'lib ketsang ham kirmaysan. Korоче, men ketdim. Merni oldiga borgan bo'lsa kerak. Endi u tanish ham, u militsiyachimi, xullas politsiyachimi, xullas borgandir. Va mer nima qolib ketdim. Mana keldim va korоче, mer mana mana xullas gruppavilar, xabarlar tayyor turinglar. Bitta jinoyatchi kelgan 90-qishloqdan. Ushlab ketishimiz kerak va jinoyatchi bo'ldimda bir majlis o'tkazaylikchi ko'chaga, ya'ni eshikka. Bu boshqarmasini boshlig'i nima kelmaganini, mana kelyapti. Votda korоче, mana shu yerga boramiz va bitta majlis o'tkazamiz. Keyin nima bo'lsa bo'lsin qishloqlarga. Qishloqlar o'lib ketadimi, nima bo'lsa ham bo'lsin. Hoy qishloqlar, hammalaring eshit hammalaring. Va bu yerga bitta jinoyatchi kelgan. Jinoyatchi kelgan. Va bu jinoyatchi juda xavfli. Bo'ymoqchi bo'lib kelganmikan? Menimcha shunaqa bo'ymoqchi bo'lib kelgan ekan. Vottak nima, biror narsa kerak emasmi? Shaftoli qo'qimi yoki o'rik qo'qimi, mana shunaqa kerak bo'lsa, mana bepul yetkazib beramiz. O'zim keyin gugurt topishimga to'g'ri keladi. Bitta yoqib qo'ysam, shu bilan bitta qishloq o'ylayapti. Nimaga bo'lyapti? Yonmadimi? Hech narsa bo'layotgan yo'q. Ko'chalarda nima bo'layotgan ekan buncha notinch? To'xtayapmiz, to'xta. Yordam beringlar. Menga yordam beringlar. Meni qo'shyapti. To'xtayapmiz, to'xta, qochib keta olmaysan. Bu yana bizni ushlashib kerak edi, bu qishloqqa aytib qo'yaman bo'lsa. To'xtayapmiz, baribir ushladim-ku. Hamma pullaring, boyliklaringni berasan va mer bilan jakka aytmaysan. Yo, aytaman, sen nima ishing bor? Aytmaysan dedim-ku, sen o'lasan bo'lmasan. Yo, o'ldirmanglar, aytmayman, bo'ldi, uzr. Endi o'lmasak bo'lmaydi, sen baribir xabar topding. Endi men boshqa joyga qochib ketmasam bo'lmayapti chog'i. Vottak qishloq buncha notinchlashib ketmoqda. Tushunish qiyin. Mayli, endi men bir merni oldiga borayinchi, bu jinoyatchini topib bermasam bo'lmaydi. Menimcha, chunki hozir bitta eshitdim yangiliklardan, bitta qishloqqa o'libdi. Mayli, endi o'lgisi kelgan ekan o'ladi. Nima, men ushlab qolamanmi yo qochib qolamanmi? Mayli, endi bir uyga nima deganim, men merni oldiga borayinchi. Mana buni topshirishim kerak. Keyinroq topshiramanmi? Hozir topshirib ket. Mayli, keyinroq klikdan olamanmi yoki kartadan olamanmi pullarni? Mayli, tanlab qo'yaman. Bo'ldi, o'zimni byudjetimga tushsin pul. Sal bo'lsa ham moddiy yordam bu degani. Vottak. Endi nima qilaman? Nima? Senga nima? Men do'stim bo'lib qoldi. Menga yordam ber, men bilan maslahatlashib, uni ko'rdim. Yaniqdagi uyda. Mayli, unda men mer bilan bir maslahatlashaychi. Nima bo'ladi? Vottak eshikni ochib qo'yaylik. Mer, mana men keldim. Jinoyatchi joyini aniqladik. Sen borib tezroq qurollar bilan uni ushlab olmasak bo'lmaydi, chog'i. Mayli. Hop, mana hozir qurollarni olib boraman. Imkon boricha ushlayman. Endi tinchlik bo'lib qolar. Mayli, endi qurolni oldiga qo'yib qo'yaylik. korоче, borishimiz kerak. Bir bostirma qilamizmi, nimalardir qilamiz va men mer ketdim, yaxshimi? Xullas, mana qurol. Bo'ladi. korоче, boraylikchi, biror narsa o'zgarib qoladi. To'xta dedim. Baribir qochib keta olmaysan. Uydan bitta derazachadan sakramasang, baribir qochib keta olmaysan. Mana ushlanding-ku. Yurbay qoldim. Bo'ldi. Bir o'ldirib olaychi, mana shuni. O'ldirishga ham uspet qila olmaysan. Tezroq yur meni ortimdan. Mana yuryapman, tezroq chiq. Mana ketdik. Tezroq qochmasdan. Aytib qo'y, qochishganingni ko'rsam agar otib tashlayman. Bo'ldi, mana seka yuraman, seka orqaga qarab. Mana tezroq yur, bo'lmasa o'lasan aniq, otib tashlayman. Tezroq yur dedim senga men. Mana yuryapman, seka yur deysa, bir tez yur deysa. Endi bo'ldi, mana qutqar. Xullas, qurol menga turaversinmi mer? Mana turaversin.
Unda men ketdim, короче, sizlarga sog'lik, omonlik. Iltimos qutqar. Yo, endi qutqarish yo'q. Endi maniakni qutqarmayman va men короче, uyga borib dam olaman. Anchagina kulfatlar o'tib ketdi va bu qishloqdan bir ovozlarni so'raychi, nimalar bo'ldi va qishloqqa nima bo'ldi? Meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Rahmat, lekin do'stimni o'ldirdi. Ha, endi do'sting o'lgan bo'lsa, tiriltirib ololmayman-ku. Ha, rahmat, lekin mayli, rahmat shu uchun. Mayli, короче, men ketdim uyga. Ha, mayli. Xo'p. Unda yaxshi, hozircha ahvoli yaxshi, uncha yomon emas va sen o'tib tashlayman deb o'tsam, keyin quvaquvni boshlaydi. Men baribir qochib ketaman. Nu yaxshi, ajoyib, mana eshikni yopib qo'yaman va xullas do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'ling va bundan keyingi videolar juda ham ajoyib chiqadi. Mana yerga hammasi bir-birini yeb yotibdi, ya'ni meni o'tmoqchi bo'lyapti.